27 bob. Bizning su yo'li bilan Italiyaning Rim shariga berishimiz qaror qilingandan keyin Rimlik amaldorlar Paulus bilan boshqa mahbuslarni Shohona qo'shindagi Yulius ismli bir yuzbeshiga topshirib berdi. Biz Adramit shahridan Osiyo o'lkasining dengiz bo'ylaridagi shaharlarga bordigan kemaga o'tirib safarga otlandik. Makedoniya o'lkasining Salonika shahridan bo'lgan Aristarxos ismli bir kishi biz bilan hamsafar bo'ldi. Etsi Sidon shahriga yetib keldik. Julius Paulusga kengchilik qilib, ehtiyojlarini hal qilish uchun uning shu yerdagi do'st birodarlarining yeniga berishiga ruxsat qildi. Biz u yerdan yana yo'lga chiqdik. Qarshi tarafimizdan shamol chiqqanligi uchun Siprus orolining shamolga daldi tarafi bilan mangdik. Kilikiya va Pamfiliya o'lkalarining dengiz tavallikidan o'tib, Likiya o'lkasidagi Mira shahriga keldik. Biz u yerda kemadan tushdik. Julius Iskandariya shahridan Italiyaga borgan kemani tepib, bizni elib uningga tushdi. Dengizdagi safarimiz nihoyat osti bo'ldi. Bir necha kundan keyin nihoyat tasdiqda Kindos shahrining bo'yiga keldik. Shamolga qarshi manganligimiz uchun burunqi yo'linishimiz bo'yicha ilgarilayolmadik. Shunga Krit orolining shamolga daldi tarafi bilan mengib, Salmoni yerim orolidan o'tib, dengiz qirg'ini bo'ylab nihoyat tasdiqda ilgariladik va Lasiya shahriga yaqin bo'lgan Aramgoh deb atiladigan bir yerga keldik. Safarimiz xeyli vaqt keyniga surilib, kuz fasli bo'lib qolgan edi. 10 oydan keyin bo'ron ko'p bo'lganlikdan dengizda safar qilish xatarli edi. Shunga Paulus ko'pchilikka: "Qarindoshlar, meningcha bu yerdan safarni davomlashtirish nihoyat xatarlik. Mol va kemiz yangi uchrabli qolmay, hayotimizni saqlab qolishimiz tez", deb ogohlantirdi. Biroq 105 Julius bo'lsa, kemi xo'jayini bilan kemi boshlig'ining so'ziga ishinib, Paulusning so'ziga ishonmadi. Uning ustiga bu yermu qishlab kelishga muvofiq joy emas edi. Shunga ko'pchilik safarni davomlashtirib, mumkin qadar Fenik shahriga yetib elib, shu yerda qishlashni quvvatladi. Chunki Krit orolidagi bu yaxshi port shahriga faqat sharqiy janub va sharqiy shimol shamil tegadigan bo'lib, u shahar qishlashga nihoyat muvofiq joy edi. Janubdan mayin shamol chiqib turadi. Ko'pchilik asli plan bo'yicha maqsad bo'ladi deb dengizdan langarni chiqarib, kemini haydab yo'lga chiqdi va Krit orolini bo'ylab mangdi. Uzun o'tmay oroldan qattiq sharqiy shimol bo'rini chiqib keldi. Kema bo'ronning hujumga uchraganlikdan olg'a ilgarilashga amalsiz qoldik. Shuning bilan kemini bo'ronning haydab minishga qo'yib berdik. Kavda degan bir kichik orolning shamolga daldi tarafiga o'tib elib, qo'lvaqni kemiga chiqarib elish orqali buni nihoyat tasda saqlab qola oldik. Kemichilar kemi parchalanib ketmasin deb kemini og'amchi bilan sirtidan o'rab bog'lab oldi. Kemining Liviya do'ltiga yaqin yerda dengiz ostidagi qum dövisiga petib kelishidan ansirab, yelkanlarni tushirib, kemini mingishiga qo'yib berdi. Shiddatlik bo'ron to'xtamagan edi. Etsi ular kemini yeniklitish uchun malni dengizga tashlashga boshladi. Uning etsi kemidagi qurol saymonlarni dengizga tashlab etdi. Biz bir qancha kunlargacha kun va yulduzlarni ko'ra olmadik. Bo'ron chopqin yanada shiddatlik davomlashib, oxir qutulib qolish umidimizdan voz kechdik. Kemidagilar bir narsa yemaginiga xeyli kunlar bo'lgan edi. Paulus ularning oldida turib: "Qarindoshlar, sizlar baldurlar mening Kritdan yo'lga chiqmayli degan so'zimni anglagan bo'lsanglar, bu ziyon zahmatlarga uchirmagan bo'latdik. Lekin endi sizlarning g'ayratli bo'lishinglarni o'tinaman. Kema g'arq bo'lgan taqdirdimi, hech qaysinglarning hayoti ziyonga uchirmaydi. Chunki mening egam bo'lgan va men xizmat qilib kelgan Xudo tunigun kecha bir farishtasini
yenimga əvətdi. Pəriştə mana, Pavlus, qoxma, sən Xudağa guvalıq beriş üçün Rim imperatorunun aldığı berişin kerek. Mehriban Xuda duayını qabul qilib, sən bilən bilə səpər qıqallarının həmmisini qutquzudu, dedi. Şunun üçün həmminglar g'ayratli bo'linglar. İşinimen ki, Xudo mağın qilgan so'zlarini jazman amalga oshirdi. Biroq biz qirg'oqqa urilib ketishdan saqlana olmaymiz. Safarimizning 14-kuni kechasi kemimiz texchi Adriatik dengizida laylab yuratdi. Yerim kechida kemichilar quruqlikqa yaqinlab qoldik deb qarab, dengizga og'amchi tashlab, suning cho'nqurligini o'lchab ko'rgan edi. 40 metr chiqdi. Sal oldiga mengib, yana o'lchib edi. 30 metr chiqdi. Ular kemining xodi tashlag'i urilib ketishidan qo'rqib, kemini to'xtatish uchun kemining kaynidan 4 langar tashlab, tong etishni intizorlik bilan kutib turdi. Kemidan qochmoqchi bo'lgan kemichilar kemining beshidanmi langar tashlaymiz deb bahona tepib, qo'lvaqni dengizga tushirdi. Lekin Pavlus, yüzbeşi Julius ve lashkarlarga bu kemichilar kemida qolmasa, sizlar qutulolmaysizlar, dedi. Bunun bilan lashkarlar kemidagi qo'lvaqning og'amchisini kesib, uni dengizga tashlab etdi. Tong etishga oz qolganda Pavlus ko'pchilikni biroz g'izolni olishga chaqirdi. U sizlarning g'am qayg'u ichida osh yuguninglarga 14 kun bo'ldi. Endi biroz g'izolnishinglarni o'tinaman. Hayot qilishinglar uchun moshundaq qilish kerak. Hech qaysinglarning bir tal mo'yimi ziyonga uchirmaydi, dedi. Pavlus bu so'zni qilib bo'lib, qo'liga bir parcha nonni elib, ko'pchilikning oldida Xudoga shukr aytib, nonni o'shtib yedi. Buni ko'rgan hammaylar g'ayratlanib, g'izolnishga boshladi. Kemida biz jami 276 kishi edik. Hammaylar qo'saqni to'ydigandan keyin kemichilar kemini yeniklitish uchun kemidagi bug'doylarni dengizga tashlab etdi. Tong otganda kemichilar quruqlikni ko'rdi. Ular u yerning neligini aniq bilmagan bo'lsa-mu, biroq uningdagi bir qumliq qo'ltiqni bayqab, kemini bir amal qilib shu yerda quruqlikka chiqarmoqchi bo'ldi. Ular oldi bilan langarlarning og'amchisini kesib, langarlarni dengizga tashlab etdi. Shuning bilan bir vaqtda kemini yana haydash uchun kemining yo'nalishini boshqaradigan ikki taxtayning ipini bo'shatib, taxtaylarni dengizga tushirib etdi. Ondan kemining beshidagi yelkanni chiqarib, shamolning yordami bilan kemini qirg'oqqa yaqinlatdi. Lekin kema qirg'oqqa yetguncha dengiz ostidagi qum dövisiga urilib, petib qoldi. Kemining beshi qumga petib, midirlay olmay qoldi. Kemining orqa tarafi to'lqinlarning zarbisi bilan chuvilib ketishga boshladi. Lashkarlar mahbuslarning suvga sakrab kechib ketishidan saqlanish uchun hammasini o'ldirib etmoqchi bo'ldi. Lekin Pavlusni qutqizishni xohlagan 105 lashkarlarning bunday qilishiga yo'l qo'ymadi. U oldi bilan suv üzüşni bildiganlarning suvga sakrab qirg'oqqa chiqishini, ondan qolganlarning kemining chulib ketgan taxtaylarga va yog'ochlarga esilib elib, qirg'oqqa chiqishini buyurdi. Shunda qilib hammaylar quruqlikqa sog' salomat chiqib oldi.